Qizlar, sizlarga autofagiyani o'rgatishimdan oldin bu videoni tezda yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Kelinglar, men sizlarga autofagiya nimaligini birinchi o'rinda tushuntiraman. Autofagiya bu tanamizni hujayra darajasida chuqur tozalab beradigan eng zo'r metod hisoblanadi. Va bu metodni 24, 36, 72 soatliklari bor. Men esa hammaga birdek tavsiya qila oladiganim bu 24 soatlisi hisoblanadi. Ya'ni haftada bir kun 24 soat. O'zingizga qulay bo'lgan bitta kunni tanlab olasizlar. Ertalab uyg'onasizlar, 2 stakan issiqni suv bilan ichib olasizlar. 2 qaynatilgan tuxum yonida sabzavotli salat bilan iste'mol qilasizlar va ovqat yeyishni to'xtatasizlar. Kun davomida faqatgina sizlar ichishingiz mumkin suv, choy va kunni birinchi yarmigacha sutsiz, shakarsiz kofe. Undan tashqari boshqa hech narsa, absolyutno hech narsa mumkin emas. Na qurt, na shokolad, na zvachka, na semichka. To ertasi kungi ertalabki nonushtaga qadar. Masalan, men zavtraqni 8 da qiladigan bo'lsam, ertasi kun 8 gacha hech narsa yemayman, faqat suv, choy ichib yuraman. Ba'zi insonlar aytishi mumkin, undan ko'ra roza tutganingiz yaxshi-ku deb, to'g'ri, roza tutgan yaxshi, lekin roza bilan autofagiya umuman boshqa narsa. Chunki autofagiyani 16-soatida tanamiz autofagiya holatga tushishni, ya'ni o'sha holatga kirishni boshlaydi. Ertasi kun autofagiya tugagandan keyin bulyon iste'mol qilsanglar bo'ladi. Dum sho'rva bo'lishi mumkin, suyak sho'rva bo'lishi mumkin, oddiygina sho'rva, tovuq sho'rva farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa ham 3 mahalga sho'rvani bo'lib olasizlar-da. Ertalab va obedda bemalol kartoshka sabzisi bilan yesanglar bo'ladi, lekin kechki payt kartoshka sabzisiz suyuq sho'rvani o'zini ichishingiz kerak bo'ladi. Autofagiya bizani qarish jarayonimizni sekinlashtirishda yordam beradi. Jigar, miya, yurak hujayralarini yangilanishida ham zo'r yordam beradi. Undan tashqari hattoki tanamizdagi rakviy hujayralarni ham parchalab yuborish xususiyatiga ega hisoblanadi. Har bir savolingizga to'g'ridan-to'g'ri mendan javob olib, onlayn konsultatsiya olish xohlasanglar, men har juma kuni Telegram yopiq kanalimda bepul jonli efir tashkil qilganman. Bu Telegram kanalimga ulash uchun kommentariyada plyus belgisini qoldirsanglar, men sizlarga Telegram yopiq kanalim linkini yuboraman.